يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. Bismillah, navbatdagi arab tili darsini boshlaymiz. Inshaalloh bugun qattu va abadan mavzulari haqida gaplashamiz. Qattuning ma'nosi hech qachon degani, abadanning ma'nosi esa hech qachon va abadiy degan ma'nolarni bildiradi. Ularning ma'nosi o'xshash, ammo bir-biridan farqli tomonlari bor. Birinchi bo'lib qattu haqida demak tanishib o'tsak. Qattuni zarfi zamon deb yozilyapti, ya'ni zamonni bildiruvchi kalima ekan. Muxtassun bizzamanil madiy. Mana shunga e'tibor beramiz. Moziy zamoniga xoslangan. Ya'ni biz qottuni faqatgina moziy haqida gapirayotgan vaqtimizda ishlatar ekanmiz. Va yusbaqu bin nafi, ya'ni nafini ifodalaydi. Misol uchun ma sharibtul xamra qattu. Buni ma'nosi men hech qachon xamir ichmaganman. Ya'ni xamir bu mast qiluvchi ichimlik. Men hech qachon mast qiluvchi ichimlik ichmaganman deyapti va bu yerda aynan moziy haqida gap ketyapti. Aynan gapirayotgan vaqtimgacha mana shu shaxs gapirayotgan vaqtigacha xamirni ichmaganligini gapiryapti. Bu moziy zamon hisoblanadi. Abadan esa buning aksi. Abadan ham zarfi zamon, ya'ni u ham zamonni bildiradi. Muxtassun biz zamanil mustaqbal. U mustaqbal, ya'ni kelajak zamoniga xoslangan. Abadanni biz faqatgina kelajak haqida gapirayotganimizni ishlata olar ekanmiz. Misol uchun lan atruka solata abadan. Men hech qachon namozni tark qilmayman. Bu gapni aytyapmanki, gapirayotgan vaqtimdan keyin namozni hech qachon tark qilmayman. Balki mutakallim mana shu gapni aytguniga qadar namozini tark qilgan yoki to'liq o'qimagan bo'lishi mumkin. Ammo aytyaptiki, mana shu hozir gapirib bo'lganimdan keyin kelajak zamonida hech qachon namozimni tark qilmayman deb aytyapti. Ya'ni bu kelajak haqida gapirilyapti. Yana bir misollar. Ana ma zahabtu ilal hindi qattu. Men hech qachon Hindistonga bormaganman. Bundan tushuniladiki, gapirayotgan vaqtimgacha hech qachon Hindistonga bormaganman, balki gapirib bo'lganimdan keyin Hindistonga borishim mumkin. Lam asma' kalaman misla haza qattu. Bu kabi gapni hech qachon eshitmaganman. Hozirgacha bo'lgan muddatda bunday gapni eshitmagan bo'laman, lekin gapirib bo'lganimdan keyin balki eshitishim mumkin. Lam ashrobil xamra qattu. Hech qachon xamir ichmaganman. Valan ashrobaha abadan. Va uni hech qachon ichmayman. Ya'ni qattu bilan mozi ifodalanyapti. Shu kungacha ichmaganman. Abadan bilan esa kelajak ifodalanyapti. Bugundan keyin ham ichmayman. Al-kuffaru xoliduna fin nari abadan. Ya'ni kofirlar do'zaxda abadiy qoluvchilardir deyilyapti. Bu yerda abadanni hech qachon emas, balki abadiy ma'nosi ishlatilyapti. Va mana shu yerda ham qattu va abadanni o'rtasidagi bitta farq ochiladi. Ya'ni qattuni biz faqatgina inkor, manfiy gaplarda ishlata olamiz. E'tibor bering, hamma gapda manfiy bor edi. Ana ma zahabtuda ma inkor bor. Lam asma'da lam inkor, ya'ni harf nafiy bor. Lam ashrobda ham lam nafiy bor. Ammo abadanni nafiy gapda ishlatsa ham bo'ladi va musbat gapda ishlatsa ham bo'ladi. Nafiyga misol lan ashroba, ya'ni ichmayman. Endi musbat holatiga misol al-kuffaru xoliduna fin nari abadan. Bu gapda hech qanday nafiy kalima yo'q, ammo abadan ishlatilyapti. Va xulosa qiladigan bo'lsak, qattu va abadanning ma'nolari bir xil, hech qachon ma'nosini beradi. Ammo qattu moziga nisbatan, abadan esa muzoriga nisbatan ishlatiladi. Qattu faqatgina inkoriy gaplarda keladi, abadan esa manfiy gapda ham, musbat gapda ham, ya'ni inkor gapda ham va bo'lishli gapda ham kela olar ekan va ikkala kalima ham har doim gapning eng oxirida keladi. Mana shu darsimizning mavzusi edi. Biz 29-darsdamiz. Va 211-betda 13-mashq bor. Abadan va qattuga oid gaplar berilgan. Uyga vazifa mana shu gaplarni mustaqil tarjima qilish bo'ladi. Mana shu bilan bugungi video darsimiz oz nihoyasiga yetdi. Darsning yozma qoidasi va lug'atlar bilan Telegram sahifamizda tanishasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان.